Ayollar, o'zingizga bee'tibor bo'lsangiz, eringizni boshqa ayollar bilan yurib ketish ehtimoli yanada kuchayadi. Bu esa oilangiz jar yoqasida turibdi degani. Shuning uchun ayollar, o'zingizga e'tiborli bo'ling. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Charchamadingizmi? Charchadim. Yotib uxlayman. Uxlamayman, sizga shirinlik tayyorlab qo'yganman-ku. Yo'q, yegim kelmayapti. Uxlamang, yeysiz. Xo'p. Adasi, qachondir mana yomon ko'rib qolishingiz, mendan ko'nglingiz qolib ketishi mumkinmi? Yana o'sha jinni sangi seriallaring ko'ryapsam. O'shalardan kelib chiqib hozir shu savolni beryapsan-da menga. Mana buni kim qildi? Men? Kuydirib yuboribsan-ku tegini. Yo'q. Qara mana. Men yotdim. Yaxshi yotdim. Bu usulni 18 kun mobaynida qo'llaysiz. Agar 18 kun mobaynida hech qanaqa natija ko'rmasangiz, sizni men Mustahkam oila nomli kursimga lutfan taklif etib qolaman. Assalomu alaykum adasi. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat. Yaxshi o'tiribsan o'zing? Ha. Nimani hidi kelyapti uyda, ha? Yoni hidimi? Oynalarni ochib tashlab, hamma yoni hidi tutib ketibdi. Kiyimimni almashtirdim-ku. Adasi, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, Sizga choy damladim. quycha. Nega beting? Boyagi hid sandan ham kelyapti. Shunaqami? Unda ertaga meni bitta joyga olib borib kelasiz. Qanaqa joy? 60% chegirma bo'layotgan ekan o'sha yerga. Nimani chegirmasi ekan bu? Nima? Ha, mana adasi. Xo'sh, Kecha pishirig'ing tega kuyibdi deganmidingiz? kuygan deydi. Unda Hoffmanni pishirish pechidan olib berasiz menga. O'shanda tegi kuymagan pishiriqlar qilib beraman sizga. Xo'p. Ha, keyin uydan yog'i hidi, no'xush hidlar kelyapti deganmidingiz? Xo'p. Mana qog'oz tortgich 60% chegirmada ekan. Shundan olib bering. O'shanda uyimizdan no'xush hidlar kelmaydi. Kiyimimdan ham. Kesatib olding-da hozir. Xo'p, bo'pti, olib beraman. 60% chegirmada bo'lsa zo'r. Shu ikkalovini o'zimi? Tushunmadingiz adasi? Menga pishirish panelini ham qo'shib berishingiz kerak. Shu ikkitasini olganingizdagina buni 60% chegirmada olishingiz mumkin. Undan tashqari qarang adasi, buni har xillardan bor ekan. Xohlasangiz qimmatda, xohlasangiz arzoni, bemalol olsangiz bo'ladi. Menga qarang. O'zi meni yaxshi ko'rasizmi? Voy. Yaxshi ko'raman. Hammani oldida sekinroq gapir. Olib bering. Xo'p, bo'pti, olib beraman, bo'ldi. Ko'ngling joyiga tushdimi? Endi senga bitta gap. Men seni hali ham yaxshi ko'raman, Asal. Faqat sen televizordagi anu bo'lar bo'lmas serialni yoki internetda bo'lar bo'lmas psixologlarni ko'rib, bunaqa fikrga kelmagan, xo'pmi? Sen ayolligingni bil, ayollik vazifalaringni bajar. Men ham erlik vazifalarimni, burchlarimni bajaraman. O'z-o'zidan baxtimiz chiroyli bo'ladi. Tushundingmi? Tushundim. Ketdik.